Madaniyat va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi xabar va yangiliklar sharhi. Madaniyat vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi ministri shahrida O'zbekiston madaniyat uylari, Musiqa, teatr, kino, estrada, sirk va san'atning shu kabi ko'plab yo'nalishlarini o'z ichiga olgan qizg'in jarayonlar tahlili. Hafta davomida yurtimizda bo'lib o'tadigan konsert dasturlari hamda festivallardan yorqin reportajlar. Nomoddiy madaniy meros namunalari haqidagi eng so'nggi ma'lumotlar. Aholi murojaatlari va ularning yechimi bilan bog'liq jarayonlar haqida batafsil. Odamlarni chaqirib fikrini olish kerak. Jon Mamatov Qashqadaryo. Bularning barchasini Madaniyatnoma axborot tahliliy dasturida kuzatib boring. Madaniyatnoma